yoshlardan shomdagi yetib ketdingizlar. O'ziga bor so'ramiz. Ketdik. E'tibor beryapsizlarmi? Bugun borar manzilimiz tobora mavhumlashib boryapti. Kelajak yoshlar qo'lida, yoshlar bizning ertamiz degan bir iboralar shakllangan bir vaqtda mana bunaqangi tuturqsiz va mantiqsiz g'oyalar ularning miyasiga qayerdan kelyapti? To'ydagi dabdababozlik, ortiqcha sarf-xarajatlar, isrofgarchiliklar masalasi-ku gapirilaverib charchalgan mavzular. Ammo endi yuzaga kelayotgan bu kabi o'yin kulgi deymizmi, turli shartlar deymizmi, bunaqa ma'ni matraqsiz narsalar qayerdan bizga kirib kelyapti? Mayli, bir tirroqi buzoq butun bir podani bulg'alabdi deganlaridek. Oramizda bitta ikkita shunaqangi buzuqlar chiqayotgandir. Biroq ularga atrofdagi mana shuncha odamning bee'tibor va loqayd munosabatda bo'lib, shunchaki tomoshabin bo'lib qarab turishi rosti bizning millatimizga yarashmaydigan narsa.